Bori, Oh, Farruxga telefon qiling, kelyaptimi? mana o'zi telefon qilyapti. Allo. Yo Farruh, kelyapsan? Abdulboriga yaqinlashib qoldim. Chilonzordaman. Biror nima aytaymi? Nima oliydi? Shu mayda chuyda suv olib kelsin. Mandarin tugagan, mandarin ol, suv ol yana. Semizga mesina chiqmasin, o'g'il. Ha. Xo'p, xo'p. Allo. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Akajon, bugun o'rtoqlarimni o'tirishim bor edi. Shunga agar plastikingiz Ha, yo'q, hech qisi yo'q aka. Xo'p, xo'p. Xo'p aka. Bolalarni qo'ying. Xo'p aka. Xo'p. Farruxdan so'ra kelyaptimi? O'sham tayyor bo'ldi. Ha, kelyaptim. Ha, yo'ldan narsa olgan dedi. Salla jinnimi salla? Nega? Sharoit og'irligini bilasan-ku hozir. Qani ketyapsan? Farruxni oldiga yurgandir ko'chada. Biz ham boramiz. Allo. Farruh qayerdasan? Qo'shni do'kon yopiq ekan. Sal oldinroq yura olasanmi? Olib ketamiz sen. Xo'p, xo'p. Nega unaqa dedi? Ko'cha sovuq. U aytgan do'kon ochiq turibdi. Ochiqligini ko'rsak, xijolat bo'lishi mumkin. Sovuqligini. Oshqalay bo'pti bolalar, yaxshi bo'ptimi? Zo'r bo'pti. Yoqdimi? Bitta achchiq qilib ko'kcha damlab beray. Mazza qilib Yaxshi chaqib. bo'ladi. Shunaqangi og'ir paytlar bo'lar ekanki, hatto yaqin do'stlaringga ham yolg'on gapirishga majbur bo'lib qolar ekansan. Buni faqat yo'qchilik boshidan o'tgan erkaklar tushunadi.